Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-iyun haftani chorshanba kuni 2025-yil Bobosbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bu akam mahsulotlari yostiq jil, pastel, shunaqa narsalar. Bular jupa necha pul? 8 ming. Jupa 8 ming so'm pachka narxi. Agar shundan bir jup donaga olaman desa necha pul? 10 ming so'mdan ekan. Xo'p, pastellarning eng arzoni necha pul? 30 ming. 30 ming so'mdan bir kishligi ekan. 2 kishilik 45 ming. 2 kishilisi 45 ming so'm. Bular xavi materiali Xitoy. Bular 2 kishilik 120 ming. 2 kishilisi 120 ming so'm. 1 kishilik 75 ming so'm. Bir kishilisi 75 ming so'm ekan. Xavi materiali. Materiali xavi. Mana korobkadagi narsangiz necha pul? 50 ming bu. 50 ming so'mdan ekan. Matrasi bor 60 ming. Qani matras? Mana, sumkacha. Shular 60 ming so'm, ha? Bular materiali xavi. Xo'p, yaxshi. Bu narsalar necha puldan? Formalar necha puldan? 46 ming optimga 1 kishilik. 46 ming so'm bir kishilik ekan. 2 kishilik 76 ming. 2 kishilisi 76 ming so'm ekan. Yakka pastel bor 15 ming. To'g'ri. Boshqachalari ham bor mana. Sitka ko'p bejolar. Telefon nomeringiz aka? 97lik. 97lik 733 733 3087. 3087 ga telefon qilinglar, mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa.